Qaysi hasharot chaqishi seni mayib qiladi? Birinchi daraja chivin. Deyarli sezilmaydi, kichkina qichadigan shish paydo bo'ladi, bir kecha turishi mumkin, asabga tegadi, lekin og'riqli emas. Ikkinchi daraja asalari. Endi sezila boshlaydi. Darhol o'tkir og'riq, xuddi qizigan igna sanchigandek. Tomirlar og'riydi, issiqlik paydo bo'ladi va shishadi. Uchinchi daraja sariq ari. Bu asalari chaqishiga o'xshaydi, faqat yanada yomonroq. Darhol kuchli yonish hissi va o'tkir, elektr toki urgandek sanchish bo'ladi. Og'riq tanaga tarqaladi, teri qizib, qip-qizil bo'lib ketadi. 4-daraja jangchi ari. Hech qanday asta-sekinlik yo'q. Og'riq bir zumda keladi va butun tanangni egallab oladi. Mushaklar taranglashadi, tanani adrenalin bosadi, o'zingni titroq, ko'ngil aynishi va boshing aylangandek his qilasan. Keyingi 1 soat davomida og'riqdan yerda dumalab qolasan. 5-daraja o'q chumolisi. Eng yuqori darajadagi og'riq, go'yo qo'lingga olov ichida qizib turgan mix qoqilgandek. Asablar tinimsiz noto'g'ri signal yuboradi. Titroq, terlash, mushak tortilishi va o'zingni nazorat qila olmaslik yuz beradi. Og'riq keyingi 12 soat davomida to'lqin bo'lib keladi. Zahar ta'siri o'tmaguncha hech qanday yengillik bo'lmaydi.